Assalomu alaykum aziz va men uchun qadrli bo'lgan MWR Life jamoam. Ismim Baxtiyor, familiyam Dadaboyev. Ayni paytda MWR Life kompaniyasining Jade ambasadoriman. Sizlarga shuni aytmoqchimanki, har bir narsaning o'z toshi tarozisi bo'lgani kabi, ushbu biznesda ham o'ziga yarasha me'yoriy talablar mavjud. Bilamizki, katta natijalar hech qachon tasodifan yuzaga kelmaydi. Har bir muvaffaqiyatning ortida aniq maqsad, to'g'ri yo'nalish va qat'iy tamoyillar turadi. Kuchli jamoa esa aynan mana shunday tamoyillarga amal qilgan holda shakllanadi va rivojlanadi. MWR Life bilan hamkorlik qilgan har bir inson faqatgina biznes qilmaydi. U o'z hayotini o'zgartirishi, yangi imkoniyatlar yaratish va atrofdagi insonlarga ham ilhom berish yo'liga qadam qo'yadi. Bu yo'lda barchaga bir xil tushuncha, bir xil madaniyat va bir xil yondashuv albatta zarur bo'ladi. Aynan mana shu maqsadda jamoamiz uchun 12+1 deb nomlangan tamoyillar ishlab chiqdik. Ushbu tamoyillar siz uchun va biz uchun oddiy qoidalar emas. Ular bizning fikrlash tarzimiz, ishlash madaniyatimiz va jamoaviy kuchimizni birlashtiruvchi asosdir. Bu tamoyillar har bir hamkorga biznesni qanday qilib to'g'ri va halol va samarali olib borishni ko'rsatadi. Biz ishonamizki, ushbu 12+1 tamoyilga amal qilgan inson nafaqat biznesda katta natijalarga erishadi, balki kuchli liderga aylanadi. Jamoani shakllantiradi va o'z orzularini amalga oshirish yo'lida ishonch bilan harakat qiladi. Bu tamoyillar bizning yo'limiz, bizning qonunlarimiz va bizning kelajagimizni o'zidan namoyon etadi. Barchangizga ushbu tamoyillarda ko'rsatib o'tilgan qonun va qoidalarga qat'iy amal qilib, buni amalda qo'llaysiz degan umiddaman. Ishonamanki, katta muvaffaqiyatlar sizga hamisha hamroh bo'ladi. Cho'qqilarda ko'rishguncha.